Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Mana bu yerda drablikalarimiz bor. Tayyoridan agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, nomerlar yozib qo'yamiz. Bu drabilkamiz 4 xil tishi bor, almashadigan. Mana bunisi mana o'sha Makka poyalar uchun ekan. Bunisi mana bittasi bor ekan, bu somon preslar uchun, beda preslar uchun ekan bu tishi. Beda preslar uchun qo'yib bemalol qilsa bo'lar ekan. Mana maydarog'i bor ekan, bunisi bug'doy makkaga ekan bunisi. Qo'yib olib bemalol bug'doy makkani yarma qilib mol qo'yga beradigan variantida ekan. Mana bu joyda legropkalari bor ekan. Bug'doy to'kib qo'yib bemalol legropkalar qilib, ochib sekin-sekin legropkasini qilsa bo'laveradi ekan. Agar mabodo beda hashak soladigan bo'lsa, buni olib qo'ysa bo'ladi. Olib qo'ysa tishlari ham hamma zavadskiy tishlardan ekan. Holatlari sostenasi tiniq ekan tishlarida ham. Motorlarimiz 220 ga ishlayveradigan, bitta rozetkasi suqib bemalol ishlatsa bo'ladigan holatida turibdi. Agar kimga qiziq bo'lsa, drablikalarimiz nalichida bor. Yasalyapti ham, yasab ham berishaveradi ekan. Ekranga nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bu joyda drablikalar chorva ishqibozlari uchun. Yana bittasi mana garilkalar bor ekan. Ko'mir garilkalar. Ulardan narx-navosini bitta hozir aytib qo'yamiz. Akalar, garilkalarimiz narxlari 1 million so'mdan kam bor ekan. Bu drablikalarimiz narxi 3 million so'mdan ozgina kami bor ekan. Yo'lni qilib berishar ekan. O'zbekistonning hamma viloyatiga mashina topib chiqarib berishaveradi. Yo'l kirasini egalarimiz olib qolishadi, yo'l kirasini berib. Hozir men yasalib turgan drablikalar ko'rsatamiz metallarini. Mana bu joyda mana yasalyapti ekan. Ustakamiz shiddat bilan kesyapti. Materiallarimiz stinkalari ham qalin ekan, metan balondan tayyorlanyapti ekan. Metan balondan tayyorlanib, xudo xolasa ekranga nomer yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bu drablikalarimiz narxi bitgandan keyin 3,5 million so'm ozgina kam bor ekan. Bular metallarda ham farqlari bor akalar. Metallari metan balondan, keyin oyoqlari ham qalin shivillardan bo'lyapti. Keyin bu mahovikli ekan mana. Mahovikli ekan. Hammasi atish tayyorlangan, o'sha to'priga berib tayyorlatib, mana akalarimiz tayyorlatishibdi. Bu mahovikli variantidan chiqadi xudo xolasa. Buni ham bitgan variantini ertaga ko'rsatamiz sizlarga. Xudo xolasa ekranga nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar shu ekrandagi nomerlarga. Hammaga omad, charchamanglar. Videomiz chorva ishqibozlariga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Like, podpiska sizlardan, video chiqarish bizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.